Xitoy Savdo ministrligining bayonotiga qaraganda, Xitoyning muavin bosh ministri Liu He va Amerika moliya ministri Janet Yellen amaliyotchil, samimiy va ijobiy suhbat o'tkazgan va makroiqtisodiy vaziyat va hamkorlik to'g'risida fikr almashtirgan. İki taraf orasidagi silliq yig'indan keyin e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, ikki davlat amaldorlari dunyo iqtisodiy asliga kelayotgan bir paytda Xitoy bilan Amerikaning aloqa va makroiqtisod siyosatining moslashishini kuchaytirish intayin muhim deb qaragan. Amerika prezidenti Joe Biden torda Amerika Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashdi va so'z qildi. Biden $100 million mablag' selib, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga va'da berdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Qatarning poytaxti Dohada Taliban vakillari bilan ko'rishgan. Taliban qurgan vaqtliq hukumat bilan Beijing hukumati o'tirsidagi tunji yuqori darajalik aloqa bo'lgan yig'in jarayonida Wang Yi Xitoy Talibanning Afg'onistonni muqimlashtirish va davlatni qayta qurish tirishchanligini qo'llaydi degan. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababidan 4 million nüfuslik Lanzhou shahri to'nagundan boshlab taqalganligini e'lon qildi. Shuningga asosan jiddiy ahvol bo'lmasa, shahar aholilari keyingi bir uqtirishga qadar bir mezgil uylardan chiqolmaydi. Torontoga joylashgan Hanvis nomli kishilik huquq tashkiloti Shimoliy Koreya musofirlarini Kanadaga o'rlashtirish uchun alohida yordam berish programmasini yo'lga qo'ydi. Egilanishicha, bu sinov programmasidagi kandidatlar orasida jinsiy tajovuzchilik va jinsiy zo'ravonlik xavfi bor ayollarning oila ta'obatlari oldingi o'ringa qo'yildi ekan. Sinov programmasining yo'lga qo'yilishi bilan Kanada, Koreya va Amerikadan qolsa Shimoliy Koreya musofirlarini qabul qilgan 3-davlat bo'lib qoladi ekan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Armeniyaning ishg'oliyatidan ozod qilingan Zangilandagi aqliy iqtidorli yezi igilik maktab rayonining birinchi qarorli qurilishiga asos soldi. Egilanishicha, Erdo'g'anning aeroplani Fuzuli xalqaro aerodromiga qo'ngan bo'lib, bu Ozarbayjon ishg'oliyatdan ozod qilingan yerlarda qurgan tunji aerodrom ekan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Zhejiang o'lkasining Wenzhou shahrida 25 oktyabr tushdan keyin og'ir yuk sanduqi qo'chilangan yuk mashinasi remont qilish jarayonida tuyuqsiz portlab ketgan. Shofir va asrash ishchisi qazo qilgan.